Ximioterapiya paytida ishlatiladigan gormonal preparatlarimiz odatda ximioterapiyani toksik effektini kamaytirishga qaratilgan bo'ladi, lekin bu preparatlar bemorlarni tana vazni oshishiga va qo'shimcha vес shishlar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bu narsani kamaytirish uchun biz odatda bemorlarimizga oqsillarga, vitaminlarga boy, kletchatkaga boy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishni tavsiya etamiz. Ximioterapiya paytida undan keyin ham fizik aktivlikni saqlab qolishni tavsiya qilamiz. Bunda agar shu tavsiyalarga rioya qilinsa, bemorlarimizda ximioterapiya paytida paydo bo'lgan ortiqcha vazn, shishlar hammasi qaytib o'z holatiga kelib, ximioterapiyadan oldin qanday vazn bo'lgan bo'lsa, shu holatga qaytish imkoniyati ko'proq bo'ladi.